Humoyun aka. To'xtang, to'xtang. Menga davleniyasi oshib ketdi deb qildi. Humoyun. Men tavba qilib qasam ichmayman-da. Lekin men birovga masalan, agar seni gapingni menga boshqasi olib kelsa ham, agar siz orqangizdan mana bunaqa dedi, mana bunaqa qildi deganda ham men ishonmasdim o'sha insonga. Borku, seni gapingni men borku, qanaqa insonligimni bilasanlar. Ot ido. Men shokka tushib qoldim. Mana Farruxdan so'ng. Farruh noto'g'rimi? Menga qildilar. Ushlanib qoldim. Men to'g'ri. Ichimda lekin bu narsani sen noto'g'ri gapirgan gapirdimmi? gapingni Hozir men esimda bo'lmayapti. Farruh shunaqa noto'g'ri gapirdimmi? Muhitdin akam otini aytib so'kildimmi? Men aytaymi senga nima deganingni? Ayting aka, men ayting. Agar bilsam men yo'q aka bunday bo'lmagan deyman yoki Bir marta ayting, ijtimo qilmaydi. Sen Xalqimiz uchun. Farruh aytdi, telefon qildi. Ha, hozir dedi Muhitdin akam bilan birga ovqatlandik dedi. Muhitdin akam sendan jahli chiqib yuribdi, xafasandan dedi. Sen aytding, sikivordi. Nima qilishim kerak? Nima o'zimni muammolarim o'zim, men lishni o'zimni quloqim bilan shu narsani eshitdim. Muammoyim o'zimga yetadi. Keyin bu aytdi, aka, bu yoqda yurmasa Farruh senga aytdi, "Ke, Toshkentga mazza qilib yuramiz" desa, sen aytsan, "Ey, zaybal qildi bular. Mana borsam Tailandga olib ketadi bular." Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Boks zaliga olib bordimda, dalada trenirovka qilib keldim bugun. Tavba qildim. Xudoni bir bergan omadi bilan yutding. Sen o'zingni yo'lingni meni oldingga qarang, qanday emsak? Aka, menga kim qaraydi? Kim qaraydi aka? Sen shu umuman harom narsa kerak emas dedim. Sen nima o'zingcha ikkita bo'y yutib, mana bu yerda haromni hammaga anaqa qilib yuribsanmi? Aytsan. Men senga aytdim, "O, haromni qilmagin" desam nima deding? Men bitta senga emas, haromni reklama qilyapsanmi? Mana shunaqa ishing orqaga ketaveradi. Qilaman deb harakat qilyapman aka. O'sha harom pulga olgan uying ham bor-ku, buyurmaydi senga. Bilmayman, Saturn ukangiz qimor reklama qilyapti. Saturn ukangiz qimor reklama qilyapti. Bo'lmasa ular hamma butun dunyo seni oldingda bo'lsa ham, men seni oldingda bo'lmayman. Mayli, Alloh uchun seni kechirdim. Seni o'zingni yo'lingda yur bo'ldim. Menga aytdingiz, men yoningizda hech narsa qilganim yo'q, o'tirdim, meni ham jo'radingiz, menga ham shu gapni aytdingiz. Muhitdin aka, o aka. Men bekzor, aytdim, men haromni qilmalaring. Aka, meni bitta eshitayim bo'ldi aka. Chiqib ketaman aka. Menga ham yozib-yotibdi, xohlasang men ham qo'yaman. Muhitdin aka, qo'ysam bo'ladi. Muhitdin aka. Menga mana telefonim, qanday telefonim? Aka, Ba'zanga mingtasi yozyapti, senga bergan o'sha. Boya mana Farruh ham aytdi. Nechta beraman deding? 90 ming. Olib beraman aka dedi. Menga naqd kerak emas dedim. To'g'risi, uzru so'kayotganim uchun shuncha odam. Menga umuman harom narsa kerak emas dedim. Sen nima o'zingcha ikkita bo'y yutib, mana bu yerda haromni hammaga anaqa qilib yuribsanmi? Ertaga ichida mana shu necha mingta odam kuzatyapti seni. O'zing aytib yuribsan. Men senga aytdim, "O, haromni qilmagin" desam nima deding? Men bitta senga emas, mana tepalik ukalarimga ham aytdim. Zalga, vitaminizatsiyaga, kiyim-kechagimga, mashinam kirdida qayerdan pul olay aka? Kimni kissasini kovlay? Otam pensioner, otam bilan onamdimi? Yo nimadir qilaymi aka? Hamma qarzlarim bo'lsa, ikkita bankdan kreditim bo'lsa, bitta mashina, bittasi yeb qo'ygan ishlarimni to'lab yurgan bo'lsam, aka, qayerdan nima yuruvding? Ko'tarmaginingni oldim. Qandoq qilaydim, taksichilik qilaydim aka. Qil o'sha ishingni. O'sha halol. Qil o'sha ishingni. Aka, lubo davraga kelganda men senga aytdim. Pinkoni reklama qilma, xumor reklama qilyapsan dedim. Aka, u yo'g'ida bu xumor emas. Bitta, aka, bitta shundan boshqa temada qilyapsiz bunga ham, seni so'rayman bundan. Sen bitta narsa so'rayapman. Sen harom yo'l
bilan pul Ha, topyapsanmi? Uyalaman deb harakat qilyapman aka. Uyalaman ikkalaringni bitta reklama perepis- tushmayapti. Nima qilay aka? Ikkalalaringni Uyalaman deb harakat qilyapman aka. perepискalaringni menga ko'rsatdi, brat. Ikkalalaring perepiskalaringni ko'rsatdi. Brat senga 5-6 marta telefon qilyapti-da, atvet qilmayapsan. Bugun asabiylashyapti. O'y bilan menga telefon qilmay qo'ydi buni. Qarab tur asabiylashib ko'rsatdi. Kech payt yozasan, tomog'im og'rib qoldi. U yoqda, sen Keyin Muhidin aka. bitta narsa to'g'ri tushunda, sani Aka uchinchi qachon bo'yiga- yo'qlasaysiz? uchinchi- Men boya aka sizga video tayladim. Aka dedim, meniki men akangga keldim dedimda sizga video tayladim aka. ko'rgan Uchinchi bo'lsang, bo'yinga zo'r ko'rgan urishsin, bo'lsang, ko'p gapirib yuboryapti, xalqni oldida sharmanda bo'lmasin. Uchinchi bo'yidan dostoyniy, konkretniy bo'y ko'rsatsin, uxlatsin o'z Muhidin aka. xaferligini deb Aka hayratga menga olib ketaman qarang, dedi biri. Aka mana 5000 ta odam turibdi, shuncha zaps bo'lib ketadi aka. Men xalqni oldida yomon otilib bo'lib qolaman. Qaysi davraga kirsam, menimda qo'l uchi bilan ko'rsatadi. Bitta oddiy zayba degan Mayli. o'lim yo'lchi muammoga. Aka sal men asab rolda bo'yandim. Sani man mayli, man birovga yomonlik qilib, man prosta man u narsani Men zaybal gapirmasdim. deysan, men zaybal deysan, zaybal qilgan Ha. yo'q. Men rolda bilmasdan gapirib yuborganman shuni ham. Meni borga aka, nima men shu omadim kima yo'q bo'lib ketdi agar mana shu narsa bo'lsa aka. Sen o'zing Akajon bilmasdan aka, kechiring aka. Bu Kechiring. tuyoqni balaysan. Mayli, men xato qildim aka, kechiring aka. Bitta mana shu pulimni bitta muammolarim narsa mana shuncha paytdan beri bitta iltimos qilaman sendan. Bir marta iltimos qilaman. Maylimi? aka, unday qilmanglar aka. Yo'q, mayli. Aka, mayli, men xato qildim aka, men xato qildim. Men Mayli, xato qildim akajon. eshit. Oyog'ingizga yiqiling aka. Oyog'ingizga Yiqilma yiqiling. mana Men xato oyog'imga. qildim aka. Men senga Men xato aytaman. qildim aka. Bitta- Kechiring aka. Bitta iltimos qilaman sen hayotim davomida sendan. Bitta Aka, qarang, hozir boshqa qarang, narsa bunday- so'ramayman. To'xtang aka. Sani Muhtin aka, yomon Muhtin aka, otlikka to'xtang aka, chiqarmayman. akajonim. Bir marta eshiting aka. Og'a, Biron marta yoningizga Ha. borib, aka odam urib yig'lata olmaysiz, Aka, lekin aka, bitta aka. narsa aka, yoningizga borganmanda doim so'rang. Aytaymi? Muhtin aka, hozir iltimos, og'a. yonimga bo'lma. Ishongan tog'im deb lupa joyda tushib aytganman, Muhtin aka. Yo'q. Qanday sizdan Shu voz ishni- kecha olaman? Ayting shu aka, ishni- qanday sizdan voz kechaman aka? Qanday voz kechaman aka? Aytmasliging uchun ham men Qanday voz kechaman? Men sizdan voz kecha olmayman. Juda akam deb qabul qilganman aka.